Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Men sizlarga bir chiroyli 130 kvadratli juda ham zo'r xonadonni ko'rsataman. Sizlar ko'rib, bitalakcha bosib, do'stlarga yuborib, podpisasi bosib qo'yasizlar. Qani? Xo'p, kelinglar. Oshxonamizni ko'ring, oshxonamizni ko'ring. Mana bular qarang, Turetskiyda, Turkiya hamma dedi, lekin u Turkiya yaxshi narsa-da, shuning uchun qo'yganmiz qarang. Mazza qilib oilaviy oshxonada 8 tali stol stul. Oshxonada ko'p vaqtingiz o'tadi-da. Texnikamiz hammasi bo'sh qo'yganmiz. Bo'sh bilasiz, germanskiy juda ham sifatli texnikalari bo'ladi do'stlar. Va bu xonadonimizni yana mana bu yoqda balkonchiga bor-da. Ko'p uylarda hozir balkon yo'q, bilasiz. Balkon mazza qilib kechki salqinda choyda ichib, maslahat qilib oilaviy o'tirsangiz bo'ladi. Va xonadonimizni qarang, bu yerga qilingan remonti juda ham sifatli qilingan. Mana bu endi bir xilga tushunmasi mumkin, gapiraveradi, lekin haqiqatan bu uyimiz mana bu kraskalari hammasi atechindolari italyanskiy tozasidan qilingan do'stlar. Va mana bu esa pazzakaz Xitoydan keltirilgan tosh postavkamiz. Illyustraga ham ahamiyat bering, biralarini bular menimcha ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz shu kommentariyada yozib keting, kelinglar. 7 metrli zalimiz, zalimizdagi mana bu mebellarimiz yarimi Turkiya, yarimi italyanskiy. Mana shu postavkamiz Tesla'ni eslatyaptimi? Lekin bu Xitoy emas, bu Italiya bu do'stlar. LG televizorimiz, gollandskiy живой gulimiz, bu yerda o'tiradigan 6 tali stol Turkiya. Idish tovuqlarimiz originali bu, Eronniki. Gilamlarimiz Eron, lustramiz mana shu ham 15-20 million turadigan xrustalli lustramiz ham bo'ladi do'stlar. Kelinglar. To'rt xona uyimizda razdельный skvoznoy havo aylanishlari juda ham zo'r do'stlar. Bu yoqda общий sanuzlimiz va master spalniyni joylashgan, kafellari hammasi eng sifatli kafellar, santexniklardan ishlatilgan do'stlar. Bu yoqda kattagina garderobi bor bu xonadonimizni. Plus mana bu yoqda kattagina shkafi ham bor. Uni hozir ko'rsatib chiqaman o'tda. Har bitta xonamizda o'zida konditsionerlar o'rnatilgan va mana bu mebellarimizni pastellari hammasi Turkiya qilingan. Kartinkaga ahamiyat bersangiz, juda ham sifatli, eng yaxshi lustra qilingan. Lustramizga ahamiyat bering, jakoy dekorni kalsoli qo'yilgan do'stlar. Kelinglar. Qani kelinglar. Faqat zerikib qolmanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar, kelinglar. Bu yog'imiz esa общий sanuzlimiz bo'ladi. Общий sanuzilimizda bu yerda sushilka, stiralka bo'sh qo'yganmiz. Bu yoqda mana bular hammasi Turkiya. Mana bu haqiqiy vannamiz tosh plastmassa emas, maza qilib yuvinasiz, cho'plipollar qilingan. Va bu yoqda mehmonlar uchun yoki katta ota-onalar uchun bitta shinamgina xona qilingan, kattagina. Bu xonamizning oynasi parkka qarab turadi. Bu xonadonimiz Energy Park застройщигimiz to'rida parkimizda joylashgan va Bunyodkor stadioni, G'ofurg'ulom parki, Dream parkini shunday o'zida joylashgan bu xonadonimiz. Shkafga ham ahamiyat bersangiz juda ham zo'r va bu yoqda kichkinagina mini garderobning xonasi ham bor do'stlar. Kelinglar. 130 kvadratli uy mazza qilib yashaysiz. Bu yoqda esa ikkita spalni bolalar yoki kattalar uchun va o'zining kattagina shkafchiklari bor do'stlar. Qadrli do'stlar, kelinglar, men oxir joyini aytib o'taman. 130 kvadrat, to'rt xona, razdельный etaji 2, parkka qaragan domimiz, sotyapmiz, srochniy sotyapmiz. Narxini hozir tushirdi. 319 ming narxini aytyapmiz, ozgina kelishtirib beramiz. Lekin nimaga bunaqa qilmadi desangiz, kelsangiz biza har bitta narsani detalma-detal tushuntirib bera olamiz. Sog' salom bo'linglar, hammaga xayr. Paka.